Ekvivalentlar nisbatda olingan alkil bramid va vodorod yodid reaksiyaga kirishganda. Tamam. Alkil bramid va vodorod yodid reaksiyaga kirishdi. Yod bromdan aktivroq bo'lganligi sababli o'rnini egallaydi. Va hosil bo'lgan mahsulotimiz alkil yodid va vodorod bramid. Ekvivalentlar nisbatda deganligi uchun 1:1 mol nisbatda oldik, yana 1:1 mol nisbatda mahsulotlar hosil bo'ldi. Reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan aralashma bug'ining molyar massasi 111,5 gram taqsim mol bo'lsa, demak mana bu alkil yodid va vodorod bramidni o'rtacha molyar massasi 111,5 ga teng ekan. Alkil yodid massasini 2 olamiz, vodorod bramidniki 81 taqsim mollar yig'indisi 1+1 teng ekan, 111,5 ga taqsim 1. Proporsiyali tenglama. X plus 81 teng bo'lar ekan 223 ga, x'imiz teng bo'ladi 142 ga. Bundan yodni massasini 127 dan ayirsak 15 qoladi. Demak, radikalimiz metil radikal, lekin bizdan alkanni aniqlang degan. Ikkita metil radikalni biriktirib qo'ysak, etan hosil bo'ladi. Javobimiz B varianti.